Assalomu alaykum, hurmatli bizni kuzatayotgan kuzatuvchilarimiz. Mana bugun yana bir yangiliklarni bittasini sizlar bilan baham ko'ramiz. Saroyda sun'iy qo'yib ketgan ikkinchi molimiz, birinchilardan sun'iy qo'yilgan mollarimiz tug'ishdi boshda. Mana bugun ikkinchisini oldiga keldik. Mol tuqqan mana hayvon egasidan tafsilotlar. Akalar zo'rmisizlar? Yaxshimas, zo'rma, molvozlar, chorvadorlar. Ana shu eka qo'yib ketuvdi biz. Sun'iy. Yaxshi tug'ib berdi, 1-2 kun o'tkazdi. Men juda katta tug'adi deb, juda qo'rqib nima qildim? Ya, kichkinaroq tug'di. Boragana chiqib bo'lar. Nimasi yo'q, kamchiligi yo'q. Seydi o'zi tug'di. Har yili bir o'zimda ho'kizlarimga qo'yaydim, suqirib olaydim. Katta tug'aydi bu. Juda katta tug'adi deb juda qo'rquvdik. Ya, kichkina, buzovni ham ko'rsatamiz. Chov yurtni ishlatma.